Omonmisiz, azizim? Insonlar bir-birlariga sifat beradilar. Bu o'zi unaqa, bu o'zi bunaqa deb. Agar o'zim to'g'rimda aytadigan bo'lsam, men eshitganlarim meni baliq ham deyishgan. Ya'ni ko'p gapirmaydi, indamay yurasiz deyishgan. Yana ma'qulxon ham deyishgan. Chunki hayotimni kuzatayotgan, men bilan birga yashayotgan yaqinlarim, tanishlarim, qarindoshlarim ba'zan dakkam berishgan. Nega sen hamma narsaga mayli deysan? Nega Umida mayli deb ketaverasan deyishgan. Asli bu tarbiyam asosida bo'lgan, mayli degan odam yutqazmaydi. Mayli deyish bu vaziyatni boricha qabul qilish, mayli deyish moslashish, mayli deyish keyingi insonni ranjitmaslik, ko'ngliga qarashlik, mayli deyish taqdirga rozi bo'lish deb o'ylayman. Agar mayli roziman desangiz, ishoning, yo'llaringiz ochilaveradi, ishlaringiz yurishaveradi. Azizim, o'zimni hayotiy tajribamdan kelib chiqib sizga bir tavsiya beraman. Hech bo'lmasa 3 kun yoki 5 kun siz mayli degan metodikadan foydalaning. Ya'ni hamma narsaga mayli, roziman deng. Ko'rasiz, o'shanda hayotingiz o'zgara boshlaydi. Albatta, natijani menga xabar bering. Omon bo'ling, azizim, maylimi?